Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 15-oktyabr, bugun inshaalloh 15-oktyabr soat 12 da 4 ta avtobus birma-bir videosini tashlayman. Zafar aka. Yaxshi bari. Murojaat qachon bo'ldi? Kech kuni. Oilaviy joy so'radingizmi? O'sha joyda ketyapsizmi? Kenayimni ko'rsatmaymiz. Kamchilik bormi? Yo'q. Nechta avtobus albatta ketayotgan? 12 da 4 tami nechta chiqyapti? Tak. Kim adasmingiz? Olim Hasanboy 3 kishi edingiz, a? Zakaz qanday bo'ldi? Aytilgandaymi? Siz nima deysiz? Yolg'on narsa yo'qmi? Yo'q, umuman. Tojikiston nima deb qo'yasiz? Bapesh deysizmi? Hammaga rahmat, shunchalik olib ketyapsizlar. Hamma zo'r. Yolg'on narsa yo'qmi? Sidinga keyin men tushgandan keyin yotqizib qo'yasizlar. Bilasizlar, oyoqda oldiga cho'zasiz. Ulug'bek aka nima deb qo'yasiz? Opda yaxshi. Yolg'on narsa yo'qmi? Yo'q. Zaryadkasi ishlamaydi deb yotib olib yozadiganlar, ko'zinglarni ochinglar, mana zaryadka ishlab turibdi. Bo'ldi. Jonga tegdilar, u yotib olib har narsa yozaverib. Nima deysiz? TikTokdan chiqqanda yaxshi, hammasi. Yolg'on narsa yo'qmi? Yolg'on narsa yo'q. Zaryadka hammasi ishlab. Murojaatga bir kun oldin chiqsa ham joy yetishmay qolyapti, to'g'rimi? Shuning uchun iloji boricha bir kun oldin mahkam qilish kerak edi. Biz chiqamiz 100% yozib qo'ying deb